Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 23 va 24 biletlar tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. 23-biletning birinchi savoli. Kim yo'l harakati qatnashchisi hisoblanadi? Yo'l harakati jarayonida transport vositasining haydovchisi, yo'lovchi yoki piyoda tariqasida bevosita ishtirok etayotgan shaxs hisoblanadi. Buni yodlab qolishingiz tavsiya qilinadi. Avtomobil harakatining barcha ruxsat etilgan yo'nalishlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Chalg'itish uchun mototsikl taqiqlangan yo'nalishni ko'rsatib qo'yibdi. Faqatgina to'g'riga harakatlash mototsiklga taqiqlangan. Demak, bundan kelib chiqadiki, ushbu ko'k transport vositasi barcha yo'nalishga harakatlanishi mumkin. Rasmda ko'rsatilgan holatda yo'lovchilarni tushish uchun to'xtashga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Sababi ko'rib turibsizlar, A chiziq uzuq sidirg'a chiziq bilan ajratilgan. Agarda bu uzluksiz sidirg'a chiziq bilan ajratilganda edi, transport vositasi kirishi mumkin bo'lmasdi. Ya'ni faqatgina maxsus transport, ya'ni maxsus emas belgilangan yo'nalishdagi transport vositalarigina to'xtashi mumkin bo'lardi. Haydovchilardan qaysi biri to'xtashga majbur? Ushbu holatga e'tibor qilamiz. Ko'rib turibsizlar, ikki tarafni ajratuvchi uzun sidirg'a chiziq bor, uzluksiz. Bu devor vazifasini o'taydi. O'zi piyodalar avtobus tarafdan bu tarafga o'tib bo'lgan, demak avtobus harakatlanishi mumkin, lekin ko'k transport vositasi yo'l berishga majbur. Demak, qaysi biri to'xtashga majbur desa, yengil avtomobil haydovchisi dedilar. Qaysi avtomobil chorrahadan oxirgi bo'lib o'tadi? Ushbu holatni ko'ramiz, yo'l belgisiga e'tibor qilamiz. Demak, yashil va ko'k avtomashina harakatlanayotgan yo'nalish asosiy yo'l hisoblanar ekan. Bulardan o'ng qo'l qoidasiga muvofiq ko'k avtomashina birinchi harakatlanadi, chunki u yashil avtomashinaning o'ng tarafida. Shundan so'ng yashil harakatlanadi va oxirida qizil harakatga keladi. Demak, oxirgi bo'lib qizil o'tadi. Ko'rsatilgan avtomobillarning qaysi biri ag'darilishga qarshi turg'unroq? Ichida turgan yo'lovchilar bo'lgan avtobus. Yo'q. Avtokran. Yo'q. Bo'sh yuk avtomobili. To'g'ri. Haydovchi quyidagi holatda o'ng tomondan o'zib o'tishi mumkinmi? Mumkin o'zib o'tishi. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi lozim? Ushbu holatda ko'rib turibsizlar, Matiz avtomashinasi Kamazda harakatlanayotgan yo'nalishga qayta tizilmoqchi. Bu holatda Matiz Kamazni o'tkazib borish kerak, shundan so'ng qayta tizilishi kerak. Demak, yengil avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak. Boshqaruv qurilmasi nosoz mexanik transport vositasi shatakka olinishi kerak. Qisman ortish usuli bilan shatakka olinadi. Buni yodlab qo'yishingiz tavsiya qilinadi. 12 yoshga yetmagan bolalarni transport vositasining oldingi o'rindig'ida tashishga ruxsat etiladimi desa, bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o'rnatilgan bo'lsa, ruxsat etiladi to'ppa-to'g'ri. 23-bilet tahlil qilib bo'ldik, 24-biletga o'tamiz. O testlar yechilganiga e'tibor qilmaysizlar, bu 56-biletgacha testlarni yechib, qisqa videolarini YouTube'ga joylaganmiz. Shuning uchun turibdi. Qaysi rasmda piyodalar qoidani buzmay harakatlanmoqda? Ushbu holatda ko'pchilik chaqiradi. Ushbu holatda ikkala rasmda ham piyodalar qoidani buzmayapti, chunki ular trotuarda, ya'ni piyodalar yo'lakchasida harakatlanmoqda. Demak, ikkala rasmda ham degan javob to'g'ri bo'ladi. Agar bilsa edi, piyodalar o'tish joyi yo'lagi bo'lmagan, ya'ni piyodalar harakatlanuvchi trotuar bo'lmaganda edi, unday holatda avtomashinaga qarama-qarshi harakatlanayotgan, ya'ni mana bu o'ngdagi rasm to'g'ri bo'lardi, chapdagi rasm emas. Lekin bu holatda ikkala rasmda ham piyodalar to'g'ri harakatlanyapti. Bu belgi nimani bildiradi? To'siqlarni aylanib o'tishning dastlabki ko'rsatkichi. Yo'q. Boshqa qatnov qismiga qayta tizilishning dastlabki ko'rsatkichi to'ppa-to'g'ri. Qatnov qismiga bunday yo'naltirgichlar nimani bildiradi? Haydovchining yo'lning xavfli qismiga yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi. U qatnov qismi torayishga yaqinlashayotgani haqida to'rayish haqida ogohlantiradi. Quyidagilar poyezdni to'xtatish ishorasi bo'lib xizmat qiladi. Qo'lni kunduzi bir parcha yorqin mato yoki aniq ko'rinadigan bir narsa bilan, tunda mash'ala yoki chiroq bilan gir aylantirish. To'ppa-to'g'ri. Buni yodlab qo'yishlar tavsiya qilinadi.
Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Boyagi savol qaytarib berildi, endi tartibini so'rayapti. Boya aytganimizdek, yashil va ko'k avtomashina asosiy yo'lda. Bulardan kim birinchi harakat qilinadi desa, ko'k avtomashina degan javob bo'ladi. Sababi u yashilda o'ng tarafida. Undan so'ng yashil oxirida qizil bo'ladi. Demak, ko'k, yashil, qizil. Harakatda imtiyozga ega bo'ladi. Ushbu holatda qizil avtomashina harakatga imtiyozga ega bo'ladi, chunki o'ng polosada turibdi u. Birinchi bo'lib chorrahani kesib o'tadi. Ushbu holatda o'ng qo'l qoidasi bo'ladi. Ko'k mashinaning o'ng tarafi bo'sh, shu tufayli ko'k avtomashina birinchi harakatlanadi, undan keyin qizil, undan keyin oxirida yashil bo'ladi. Demak, ko'k avtomobil birinchi chorrahani kesib o'tadi. Belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari yoki taksilarning to'xtab turish maydonchalaridan, ular bo'lmagan hollarda to'xtash ko'rsatkichlaridan qanday masofada to'xtash va to'xtab turish farqlanadi? Ya'ni bu bekatlarni aytyapti. Bilasizlar, bekatdan oldin va bekatdan keyin 15 metr masofada, 15 metr masofada to'xtab turish mumkin. Toliqish haydovchining diqqat-e'tiboriga qanday ta'sir qiladi? Haydovchining diqqat-e'tibori ta'sir qilmaydi. Haydovchining diqqat-e'tibori pasayadi. Oshmaydi-yu chami. Velosiped yo'lkasi yo'l bilan kesishgan joylarda velosiped va moped haydovchilari qanday hollarda transport vositalariga yo'l berishi kerak? Chorrahadan tashqari tartibga solinmagan kesishmada barcha hollarda. Chorrahadan tashqarida tartibga solinmagan kesishmada barcha hollarda yo'l berish kerak. Shu bilan 23 va 24-belgilarni tahlil qilib bo'ldik. Savollar bo'lsa kommentlarda qoldiringlar. YouTube'ga joylaymiz ushbu videolarimizni. Undan keyin jonli efirlarimizni ham YouTube'da qilamiz. Sababi TikTok'da VPN bilan ishlab ancha muammolar bo'lyapti. Savollar bo'lsa qoldiringlar. Salomat bo'linglar.